Hammaga assalomu alaykum. Bugungi mehmonimiz Anvar bo'ladilar. Bugungi mavzu Germaniyada Ausbildung va Studium. Anvar, o'zingizni qisqacha tanishtirsangiz. Assalomu alaykum hammaga. Ismim Anvar. Yoshim 23 ta. Litseyni bitirib Germaniyaga kelganman, studentlik qilganman, undan keyin Ausbildung qildim. Undan keyin hozir TU Berlinda Computer Science o'qiyman. O'zbekistonda litseydan keyin Germaniyaga kelganingizni aytdingiz. Aynan sabablari qanaqa bo'lgan Germaniyani tanlaganingizda? Germaniyani tanlaganim sababi o'zi men Pashshuliyada o'qiganman O'zbekistonda. То есть SDFA degan tashkilot bor. Germaniya davlati moliyalashtiradi. Ular bizga to есть material berishadi, ustoz berishadi, boshqa narsalar berishadi. Men Farg'onada shunaqa maktabda o'qiganman, 10-maktabda. Marg'ilonda ham bor, Toshkentda, Samarqandda bor shunaqa maktablar. Men Farg'onalikda o'qiganman. Shu sabab bo'lib maktabda nemis tilini o'rganganman, ingliz tilini. Keyin taxminan o'sha 5-sinflardan keyin o'sha maqsad paydo bo'lgan, Germaniyaga ketish kerak degan. Shunaqa bo'lib, shu tufayli keyin men Pash litseyga topshirganman. Litsey ham shu SDFA bilan ishlardi. Shuning uchun u litseyga o'tib, litseyda bitirgandan keyin Germaniyaga studentlikka keldim. O'shanda siz til darajangiz qanaqa bo'lgan? Men birinchi DSD 1 topshirganman 9-sinfda. Keyin litseyda Goethe topshirganman, B2 topshirganman, B2 bilan kelganman. O'shanda birinchi marta Germaniyaga kelganingizda qaysi shaharga keldingiz? Birinchi kelganimda men Frankfurtda o'qishni xohlagandim. Frankfurtga kelganman, u yoqda 2 oycha yashaganman. Men avtonomiya prüfinglar topshirganman studentlikka. Birinchi topshirganim Karlslauternga bo'lgan. Karlslauternga borganman imtihonga. Bir haftadan keyin tez javob chiqib qolganda, men kirib ketganman. Men o'qisammikin deganman, chunki u yoqda studentlik faqat 1 semestr edi. To есть 3 oyda tugardi. Men qolgan studentliklarimga bormaganman imtihoniga, to'g'ri Karlslauternga ketib borganman. Shuna bo'lib, keyin Karlslauternga borib qolganman. Qaysi yo'nalish bo'yicha topshirdingiz? Men V kurs o'qiganman. V kurs. V kurs o'qidim. Keyin studentlikdan keyin qanaqa bo'lgan? Men eng qizig'i men studentlikni bitirmaganman. Studentlikni abbrehin qilganman. O'rtasi. Men ketganman studentlikdan. Menga V kursda o'qiganman, chunki men haligi hayotdagi qiziqishlarim hali aniqlab olmagan odam bo'lgan, yosh bola bo'lganman. Men tushunganman, V kursda o'qiganimda Wirtschaft men uchun, iqtisodiyot men uchun emas, unchalik ham jozibali emas men uchun iqtisodiyot. Shuning uchun men boshqa narsa qilib ko'rishga qaror qilganman. Qidirib ko'rganman, nima qilsa bo'ladi Germaniyada, nima qilay, yo qaytib ketayman, nima qilay deganman. Bu qaradim, Ausbildung qilsa bo'ladi. Men Ausbildunglarga Bewerbung qilishni boshlaganman. Ausbildungga Bewerbung qilganman. Imенно als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung, to есть software development. Shunaqa intervyular bo'lgan. Meni intervyularga chaqirishdi. Keyin Berlinda ham bitta intervyu bo'ldi. Men Berlinga ular o'zini-o'zi email olishdi. Qalaysan Anvar, sen bizga Bewerbung qilsan, qalaysan Berlinga kel, suhbatlashamiz, gaplashamiz. Men emailda o'qim, Berlinga boraman dedim-da. Endi Karlslautern katta-da, Fransiya yonida. Men o'yladim-da, yozdim birinchi. Nimaga? Ja unaqa chiroyliroq qilib yaxshi, qiziq-ku, nima Berlinga borgim kelmayapti-da deganman, chiroyli. Keyin yozgan, ko'rgan, o'zing bilasan, xohlasang onlayn qilamiz degan. Keyin men o'sha ozgina vaqt o'tgan, 3-4 kun, davay borib ko'rsamchi, Berlinga bormaganman, ko'rib kelaman bahonada dedim-da. Men o'sha bilet olib qo'yganman-da, ular keyin yozgan, "Ayol, men ketyapman Berlinga" deganman. Ular kelur degan. Keyin men 2021-yil avgustda Berlinga kelganman. Bundan birinchi marta. Umrimdagi yomon kunlardan biri. Hozir Berlin zo'r shahar. Keyin intervyuga borganman. Intervyuni qiziq tomoni mendan o'sha CTO imzogan, texnik direktorimiz olgan. Kirganman, mendan keyingi bola ham kelmay qolganda, juda ham bo'sh bo'lib qolgan u. Meni ham kayfiyatim qanaqadir yaxshi bo'lgan. Men unaqa odam bo'lmaganman-da. To есть o'zidan o'zi gaplashib ketganmiz-da. To есть odam nima bir-biriga jini-jiniga to'g'ri keldi deydimi? O'shanaqa bo'lib, to'g'ri kelib qolganda, juda ko'p gaplashib o'rganmiz. 1 soat yoki 1,5 soat prosta gaplashib o'tirganmiz-da. U ham gapiraverganda, men ham gapiraverganman. Yana nemischada. Keyin gaplashaverganmiz-da. U menga yoqib qolgan. U ham nimadir gaplari menga qiziq tuyulganda, men nimadir ko'rganman-da. To есть ular ham menda nimadir ko'rishgandir balki. Shu menda qanaqadir ichimda nimadir yongan. Keyin men bo'pti deb ketganman, yana bitta intervyu qilamiz deyishgan. Bu safar CEO bilan, to есть bosh direktor bilan. Keyingisini onlayn qilaveramiz, Berlinga kelishni shart emas deyishgan.
men qaytib ketganman konsulatoringga. Shu bir haftadan keyin yana bitta onlayn intervyu qilganmiz CEO bilan. CEO CTO o'tirgan, men o'tirganman, savol bergan. Umuman asosan hayot haqidagi nima qiziqishing, nima qanaqa shunaqa savollar bergan. Texnik uncha bo'lmagan ikkinchi intervyuda. Ularni yozganimizdan keyin, onlayn intervyu qilganimizdan keyin menga taklif jo'natishgan. Ausbildungga kel, Berlinga kel. Shu yo'nalish Fachinformatika für Anwendungsentwicklung. Sentyabrdan boshlasam bo'ladi degan. Juda ham tez bo'lib ketgan. To есть men avgust boshida shu intervyuga borganman. 2 hafta intervyu, 2 hafta vaqtim bo'lgan meni Berlinga kelishga. To есть men o'sha 14-15 avgustda konsulatorimda o'tirganman. Hamma narsam konsulatorimda, men o'sha 2 haftada Berlinga ketishim kerak. 1-sentyabrda men Berlinda Ausbildung boshlashim kerak bo'lgan. Shunaqa bo'lib, keyin men uy qidirganman Berlinda. Hamma biladi Berlinda qanaqaligini. Keyin qidirdim, bitta o'zbek akani uyida joy bo'lgan. To есть bitta xonasini arendaga beradigan bo'lgan. Men yozganman va davay degan. Borganman, kelganman. Shuna uni o'zini-o'zi ya'ni hammasi qanaqadir ketdi zanjir bo'lib ulanib ketganda juda tez o'xshab ketgan. Tez uy chiqib qolgan, tezda kirib ketib qolganman, kelganman. Lekin bu haligi to'fon oldidan sokinlik bo'lgan. Shunaqa. Germaniyaga kelishdan oldin Germaniya haqida taassurotlaringiz bo'lgan-ku? Kelganingizda xuddi shunaqaroq bo'lganmi yo nima deysiz unga? Ahso. Germaniya haqida sal tasavvurlarim ko'proq bo'lgan. Nimaga? Chunki nemislar kelib dars o'tgan. Bizda maktabda baribir gapirib berishgan nima bo'lganini bizdan oldingi doim ketardi, gapirib berishardi-da, kelib nima bo'lganini sal bilardim. Men Frankfurtga kelganman. Более-менее sal skyline'lar ozgina, takoy sal современныйroq joy edi. Okey deganman-da. Yaxshi, yomon emas. No, keyin konsulatoringga borganman. Qishloqda, universitet shtatda, faqat bitta universitetda Hochschule bor. Hamma student. Kichkina binolar, juda ham zerikarli. Shunaqa. Keyin Berlinni tanlaganingiz o'zi katta shaharda yashagingiz kelganmi yo Berlinda boshqa plyus taraflari bo'lganmi? Menga maksimum farq bo'lmagan qaysi shaharligini. Lekin katta shahar bo'lishini xohlaganman, chunki sanoat bor shahar, iqtisodiyot yaxshiroq rivojlangan, imkoniyatlar ko'proq, karyera qilishga imkoniyatlar ko'proq shaharlarga men topshirganman maksimum bu Berlin, Hamburg, Frankfurt, München. Shulardan keyin to есть bularga kelganman, bular qanaqadir yoqib qolgan menga. To есть menda boshqa intervyular ham bo'lgan boshqa shaharlarda. Ularda unchalik hali menga ham yoqmagan, может men ham ularga yoqmaganman. Bular yozishgan, davay degan. Men umidim o'zi bo'ldim, shu sentyabrda Ausbildung boshlanadi, men hali topmadim. O'zim-o'zi bo'lib ketib qolgan. Tushunarli. 10 studenkalikka siz o'rtada to'xtatib qo'ygansiz bitirmasdan. Uni lekin bilib turganmisiz? Masalan, studenkalik hozir bitirmasam, universitetga to'g'ridan-to'g'ri kira olmayman deb. O'shan qanaqa bo'lgan? Tak. O'zi bo'lmaganmi masalan, aniq universitetda o'qiyman degan rejangiz? Sal ahvolroqmi? Bo'lganman kamida. Mencha universitet umuman kerak emas deb hisoblaganman. Hayotda umuman ijtimoiy hal qilmaydi deb hisoblaganman. Shuning uchun menga farqi yo'q bo'lgan. To есть men uchun eng muhimi hayotda yo'limni topish bo'lgan. Men yo'limni davomini Ausbildungda ko'rganman. Menga umuman maroq bermagan studenkalikda davom ettirish. Men shunaqa qilib Ausbildung boshlab o'rganman. Shunaqa. Endi shu Ausbildung haqida qisqacha gaplashsak, o'zi kirish talablari, siz qancha intervyudan o'tgansiz, qanchasiga hujjat topshirgansiz va qancha davom etadi, o'zi nima o'zi Ausbildung? Ausbildung bu xuddiki kasb-hunar kollejiga o'xshaydi O'zbekistondagi. Oliy ta'limga alternativ xuddiki siz masalan o'ylab maktabda bitirdingiz, o'ylab ko'rdingiz hayotingizni qanday davom ettirmoqchiligingizni. Universitetga borgingiz kelmayapti, nimadir qilgingiz kelyapti, qayerdadir ishlab ko'rgingiz, nimadir qilgingiz kelgan paytda sizga boshqa variant sifatida Ausbildungni tavsiya qilish mumkin. Masalan, shu paytda siz Ausbildung qila olasiz. Men Ausbildungim oldin ham aytdim. Ausbildung als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Bu dasturlash, qilib aytganda, men intervyular Berlinda juda ham ko'p topshirganman, menimcha 100 tadan ko'p. 10 tacha intervyu bo'lgan menda. 10 tacha shaxs chaqirgan. Borgan, bir xilgisiga onlayn, bir xilgisi joyida bo'lgan. Borganmiz, yaxshi bo'lgan, bir xilgisi texnik sal ko'proq bo'lgan. Bir xilgisi faqat umumiy gaplashib o'tirgan intervyu bo'lgan. Men kirgan ishxonada ikkita bo'lgan. Birinchisida ofisga borganman, asosan texnik bo'lgan. Texnik savollar bergan, nima qo'lingdan keladi, nima qila olasan. Ikkinchisida dunyoqarashimga qiziqqan, qanaqa odamsan o'zi, sen bizga mosmisan, biz senga mosmizmi, shunaqa bo'lgan.
Shunaqa keyin Talablari qanaqa bo'lgan o'zi u Ausbildungga kirish talabi? masalan ishxona sizdan xohlaydi. Eng muhimi aslida ishxona uchun sizni bilimlaringiz ham emas, o'sha muhitga mos kelishingiz muhimroqda. Chunki bilimlarni ular o'zlari sizga o'rgatib olishadi. Shuning uchun o'sha qanaqa odamligingiz, qanaqa qarashligingiz muhimroq. Til. Tilni bilishingiz kerak. Hech kim sertifikat so'ramaydi sizdan. O'sha intervyuda, boshqa joyda sizni qanchalik gaplasha olishingizga qarab olishaveradi. Dasturlashni bilish kerak. O'zingiz sohangizdagi bilimlar bo'lgani yaxshi, ayniqsa siz chet ellik bo'lsangiz. O'sha sohada masalan meni qilgan ishda dasturlashni bilish kerak edi. Men ozgina o'rgangan edim. Shularni qilganman, shunaqa ishlar qilganman. Qiziqaman, to есть eng muhimi qiziqishingizni ko'rsata olishingiz. Chunki siz Atsubi sifatida, to есть Ausbildung qiladiganlar qisqartirib Atsubi deydi. Atsubi sifatida siz ishxona uchun faqat xarajatsiz. Deyarli foydasi yo'q aslida. Shuning uchun sizga xarajatdek qarashadi, siz nimadir olib kela olishingizni isbotlab bera olishingiz kerak-da intervyuda. Shunda sizni tanlashadi ular. Shunaqa. Kirgandan keyin siz u yoqda faqat o'qiysizmi yoki masalan ayrim joylarda masalan oylik ham beradi? Qancha davom etadi o'zi o'qish? Ausbildung 2-3 yil bo'ladi, ko'pincha 3 yil, menda 3 yil bo'lgan. Oylik beradi. Qanchadir miqdorda ishxonaga qarab har xil, bu juda ham har xil. Masalan, bir xilgilar 600 beradi, bir xilgilar 1000 beradi. Firma o'zi hal qiladi buni qancha berishni ko'pincha. Minimum shuncha bo'lsin degan talab bor. Qanchalik esimda yo'q, 570 midi shunaqa edi. Bu oyiga. Har oyga. O'qish qanaqa bo'ladi? Menda haftalik bo'lgan, to есть haftalik tonus bo'lgan. Men 2 hafta ishlaganman ishxonada. Bir hafta berush yo'liga borganman. Xuddi kollejga o'xshaydi O'zbekistondagi kasb maktabiga borganman. Masalan, 1-2 hafta ishda, 3-hafta maktab. Keyin yana 2 hafta ish, 3-hafta maktab bo'lgan. Shunaqa bo'lib, maktabda asosan teoriya nimadirlar o'rganganmiz. Asosan dasturlash, shunga o'xshash narsalar, texnik narsalar, juda ham chuqur ham deya olmayman, juda ham oson ham deya olmayman, o'rtacha. Asosan ishda o'rganasiz, to есть bu praxis oriented, asosan praktikaga yo'naltirilgan. Muhimi sizda praktik qobiliyatlar, texnik qobiliyatlar shakllantirish. Tushundim. O'shanda universitetda o'qish bilan, studium bilan Ausbildungga asosiy farqlarni aytib keta olasizmi? Masalan, siz Ausbildungdan keyin ham universitetga kirib, hozir universitetda ham o'qiyapsiz. Shuning uchun menimcha siz aniqroq aytib bera olasiz. Menimcha universitet bilan eng katta farqi Ausbildung stabilroq, hayotingiz ancha stabilroq bo'ladi. Student sifatida aytyapman. Ikkinchi farqi siz baribir karyerani ertaroq boshlaysiz Ausbildungda, to есть ofis hayotini ko'rasiz, odamlar boshqacha ertaroq kirib borasiz karyeraga. Universitet asosan nazariya sizga chuqurroq bilim beradi. To есть u ham yaxshi tomoni bor, bu ham yaxshi tomoni bor, siz o'zingizga bog'liq bu narsa, qaysi tomon sizga mosligiga. Ikkalasi ham, to есть bu narsani yaxshi ham yomon ham deya olmayman-da, chunki odamlar har xil. Kimgadir dangal ishni boshlab qilish yoqadi. Men shunaqa odamga aytaman, Ausbildung qilgan. Lekin kimdir nazariyani yaxshi ko'radi, o'qishni yaxshi ko'radi, izlanishni yaxshi ko'radi, bosh og'rishni yaxshi ko'radi. O'shaning uchun universitetga borgan demoqlik. Masalan, ayrim bir kasblarga studium talab qilib ham qo'yiladi. Masalan, Ausbildung bitirib, o'sha kasbda ishlaolmaysizda. Informatika yo'nalishida shunaqa kasblar bormi? Men bilmayman. Menda qanaqa bo'lgan? Absolut diplom kerak emas. Men ayta olaman, to есть ishga kirish uchun, ishlash uchun boshqacha. Ishga kirish uchun sizga umuman diplom kerak emas, chunki menda aniq isboti bor. Men Ausbildungni boshladim sentyabrda 2021. O'sha menda 11-oyda boshqa ishxonalardan ishga taklif bo'lgan. Full time'ga yozishardi menga, HR xohlaysanmi bizga ishga o't. Biz seni to'liq ishchi qilib olamiz degan emaillar kelardi. Real men intervyularga chaqirishgan. O'sha ikkinchi yil ancha ko'paygan, yaxshiroq oylikka, to есть agar siz dasturchi bo'lmoqchi bo'lsangiz yoki ITda boshqa sistema admin yoki shunga o'xshash, absolutna diplom qiziq emas. Ishga kirish uchun. O'sha Ausbildungda o'qiyotganingizda haftasiga necha kun ishlaysiz, o'qiysiz, o'zi kun tartibi qanaqa? Imtihonlar bo'ladimi? Masalan, aytaylik, studentkalikka o'xshaganroqmi yoki boshqacharoqmi? Keyin bitiruv imtihoni haqida ham aytib bersangiz askincha. O'sha aytganimdek 2 hafta ishga borardim, 1 hafta maktabga borardim. Ishda haftasiga 40 soat ishlardik, xuddi oddiy ishchida ishlaydi, 40 soat. Kuniga 8 soatdan. Bizda endi ofisda flexible edi, to есть nechida kelishingiz uncha ahamiyatli emas edi. To есть
то есть xohlashardi 8 bilan 10 orasida kelib 8 soat ishlashingizni, yarim soat pauza qilishingiz kerak. Men masalan har doim har xil borardim. Bir xil mahal 8 da, bir xil mahal 9 da, bir xil mahal 10 da ham borganman. Lekin 8 soat ishlashim kerak. Masalan 8 da keldimmi? 8 soat ishlayman, soat 4 gacha, yarim soat pauzam bor. Obedda, obed qilganim yarim soat bo'lsa, 4:30 da ketardim. Примерно shunaqa, 8:30 soat ofisda bo'laman. Lekin ishchilar bor edi, 6 yoki 7 da keladigan, ular juda ham shtrayber edi. To есть obed ham qilishmasdi-da, 6 da ishlardi, 6 da kelardi, 8 soat ishlardi, 2 da ketardi. Velikda kelib, velikda ketardi. Men hayron qolaman. Shunaqalar ham bor edi. Unaqa qilsangiz ham bo'ladi kompaniyaga qarab. Tushuntirsangiz ahvolingizni. Shunaqa. O'qish o'zi qanchalik qiyin imtihonlari? Maktab men uchun juda ham oson tuyulgan, chunki u yoqda chuqur o'rgatishmaydi, asosan sizga umumiy tushuncha berishga harakat qilishadi. Siz o'shalarda keyin ishxonaga borib qo'llashingiz uchun, ishxonaga borib amalda ishlatishingiz uchun umumiy tushunchalar berib qo'yishgan. Orada yilda oxirida imtihonlar bo'lib turardi, har bitta fandan ular yopishingiz kerak bo'ladi. Ular unchalik qiyin emas. Men kutubxonaga borasiz, necha o'qiysiz bu endi. Eplab ketsa bo'ladigan imtihonlar. O'zingizga bog'liq, to есть tilni bilsangiz bo'ldi, samg'iladi. U yog'i muammo emas. Sohangiz bo'lsa, o'sha narsa, o'zingiz sohangiz bo'lsa, bemalol o'rganib olasiz. Oxirida o'shanda diplomga o'xshagan narsa beradi, o'shanda bahoyingiz bo'ladi, to'g'rimi? Tushunarli. Keyin bu oraliq imtihonlar maktabniki, lekin undan tashqari Ausbildung o'zi IHK degan tashkilot orqali qilinadi. Bu umumiy nazorat qiladi. Bizim beruvchi ham, Betrip korxonani ham ikkalasini nazorat qilib turadi. IHK o'zbekchasiga nima Industrie und Handelskammer, nemchasi, o'zbekchasini bilmayman, uzr. Ular nazorat qiladi. Oxirida imtihonni IHK oladi. Na maktab, na ishxona olmaydi, imенно IHK oladi-da, u yoqdan sizga mutaxassislar kelib, sizni tekshirib, bu bola rostdan kadr bo'lib yetishdi deydi yoki yo'q. Imtihonlar informatikada qanaqa? Faq informatiker bo'lsangiz, AP1 bor, keyin AP2 bor. AP1 bu Ausbildungning o'rtasida 18-oyda bo'ladi. Bu umumiy imtihonda 20% ni tashkil qiladi. Shunda olgan ballaringiz, umumiy imtihon ballaringiz 20% bo'ladi. Undan keyin AP2 bor. AP2 imtihonda 30%. Bu oxirida tugayotganda bo'ladi. Ikkalasi ham yozma imtihon. Fanlardan bo'ladi. AP1 umumiy fanlardan bo'ladi. 18 oy o'qigan, oxiridagi ikkita texniskiy, bitta iqtisodiy, o'sha biznesga aloqador fan 3 ta bo'ladi, 30%. Общий 50% imtihonda ballari yozma imtihondan chiqib ketadi sizda. Keyin bu yoqda siz ikkinchi, ya'ni 50% imtihonning yarmi bu proyekt. To есть Ausbildung yakunida Abschlussprojekt deydi. Abschlussprojekt qilasiz. Menda bu dastur bo'lgan, chunki men dasturlashda qilganman. Oxirida bitta mavzuni tanlab olasizda, IHK ga ariza yozasiz. Men mana shunaqa mavzuni tanladim. Nimaga? Chunki bu biz uchun muhim. Bu bunaqa yechimlar beradi. Bu nimaga meni Abschluss projektimga tushadi? Chunki bu unaqa oson ish emas, lekin qiyin emas, xuddi shu meni darajamdagi vazifa. Shuni 40 soat, sharti 40 soatda tugatish kerak uni. Proyekt bo'lish kerak, 40 soatda tugatiladigan. Ariza jo'natasiz, arizani ular o'qib chiqishadi. Ma'qul kelsa, tasdiqnoma jo'natadi, sizga ruxsat berishadi shu proyektni qilishga. Bo'lmasam отказ berishadi, rad qilishadi. Rad qilgandan keyin siz yoki arizani o'zgartirasiz, mana punktlarni o'zgartirasiz, yaxshiroq qilasiz dasturingizni yoki umuman boshqa loyiha tanlab, uni jo'natasiz. 1-2 marta shu frist bor, fristdan keyin ham o'sha aniq bo'lmasa yana ozgina vaqt berishadi, umuman arizani bemalol topshirib qilsa bo'ladi. Keyin o'sha shu AP2 ni yozib bo'lgandan keyin siz proyektni qilishni boshlaysiz. Uni birinchi o'rinda reja qilasiz, planin qilib, dokumentatsiyani yozishni boshlaysiz boshidan. Keyin o'sha dasturda o'zi planin qilib olgandan keyin, dizayn qilib olgandan keyin, uni dasturda yozish o'zi eng osoni aslida, agar faq informatiker bo'lsanglar, eng oson ish dasturda yozish. Undan keyin ham eng rasvo joylari. Dastur tugadi, ishlayapti zo'r. Keyin dokumentatsiya yozib, har bitta qadamingizni bosqichma-bosqich bu ishladimi, ishlamadimi, foyda keltirdimi, yo'qmi, hammasini isbotlab berishingiz kerak. Xuddi diplom ishiga o'xshagan katta dokument yozasiz. Men dokument yozganman. O'sha meni mentorimga olib kirganman, CTO emiz, meni mentorim bo'lgan, olib kirganman, u ko'radi. Bullshit. Boshqa yozdi. Boraman, o'tiraman, ish tugardi, keyin men yozib o'tiraman. Deyman-da, keyin yana olib kiraman. U ham o'tiraverardi kecha-kecha. Keyin yana olib kiraman. Bo'lmaydi. O'qib chiqardi, men uni qizil bo'lib ketardi,
qizil bo'lib ketardi. Word yozda tekshirib qizillab tashlardida. Вообще yo'q. Juda ham eng stressli ish bu dokumentatsiya yozish bo'ladi oxirida. To'g'ri isbotlab bera olishingiz kerak bu proyekt erfografikligini. То есть shu keyin dokumentatsiyani jo'natasiz. Dokumentatsiya adashmasam 25% mi bo'ladi общийda. Keyin sizda prezentatsiya qoladi. U dokumentatsiyani ko'rib chiqishgandan keyin, "Okey, dokumentatsiya yaxshi, proyekting ishlabdi" dedi. Endi bizga shuni prezentatsiya qilib bergan deydi. Siz borib, IHK qayerdadir aytaman. Masalan, Siemens ofisida qilganman, Siemensga borganman, ikkita odam o'tirgan, to есть ikkita qanaqadir vakil o'tirgan IHKdan, qayerdandir kelgan, qaysidir korxonadan. Bitta maktabimdan o'qituvchi o'tirgan, 3 kishi bo'lishgan. Men kirib prezentatsiya qilib berganman. Prezentatsiya tugaydi, sizga birinchi proyekt haqida savollar berishadi. Bu proyekting o'zi nima? To есть o'zingiz qilganmisiz, yo'qmi aslida? Shuni tekshirib ko'rishadi keyin. Kimsiz, shunaqa tekshirishadi. Undan keyin ikkinchi qism boshlanadi. Bu yerda sizga texnik savollar berishadi. Umuman fan sohangiz doirasida OOP nima yoki umuman dasturlashda nima, qana dasturda bilasan, nima o'zi deb teoriyada teoriya bo'ladi. Teoriya tugagandan keyin sizga chiqib tur deyshadi. Chiqib turganman 10 minutcha o'tiribman deganda chaqirgan. O'tding deyishgan. Shunaqa bo'lgan. Shunaqa. Shunaqa bo'lib bitirdim o'tgan yili iyulda bitirdim. 11-iyul kuni prezentatsiya bo'ldi o'tgan yil. 2024-yil 11-iyulda prezentatsiya qildim. O'sha kundan boshlab diplomli dasturchiman. Shunaqa. O'shanda aytdingiz, siz ham ishlaysiz, ham yo'da oylik berishadi. Ko'p yo'nalishda masalan aytaylik, shu 500 yoki 600 yevrodan 1000 yevro atrofigacha bo'lsa, undan o'sha yashashga o'zi yetadimi? Birinchi savol, ikkinchisi qo'shimcha yana ishlasa bo'ladimi? Menda oyligim yetgan. То есть menda yetardi, uyimga yetardi, xarajatlarimga yetardi. Menga o'shancha qo'shimcha ishlamaganman. То есть men o'zimning boshimdan o'tmagan qo'shimcha ish, lekin adashmasam 12 soat ishlash mumkin edi. Qachonki korxonangiz ruxsat bersa. Borasiz, menga shu ishlamoqchiman yana deysiz. Men tanishlarim bor, Auspilin qiladi qayerdadir. Qo'shimcha yana qayerdadir ishlaydi. O'shanaqa paytda sizga mumkin 12 soat haftasiga. O'shanda o'tgan yili iyulda tugatdingiz Ausbildungga. O'shanda sizga qanaqa imkoniyatlar o'zi ochib berdi? Nimalar qila olerdingiz Germaniyada? Menda bitirgandan keyin, o'zi bitirayotganimda o'ylashni boshladim. Endi nima qilaman, qanaqa davom etaman deb. Menda variant, eng qulay variant bu ishlash edi, chunki menga ancha foydaliroq edi. Har tomonlama, sharoitim, moliyaviy tomondan ham, boshqa tomondan ham qulayroq. Full time. To есть Ausbildung bitirgandan keyin sizga to'liq full site ishlashga ruxsat berishadi, ishchi viza berishadi. Men o'yladim ishlasam-ekan deb. Lekin haligi bitta yaxshi gap bor. Hayot senga berishi mumkin bo'lgan eng yaxshi sovg'asi bu seni nimaga tug'ilganingni aytishi. Menga ham bu javob qiziq. Shu men doim o'ylantirgan narsa, nimaga o'zi yashayman degan savol. Nima uchun tug'ilganman o'zi? Nima qilishim kerak bu hayotda? Nimaga erishishim kerak degan savol. Men qiynaydi doim. Kimman o'zi degan. Men shu o'ylanib o'tirardim, keyin mentorim bilan gaplashardim. O'sha asosiy mentorim bor. Ishxonada Ausbildungda mentorim bo'lgan, u aytgan: "Sen universitetga borgin" degan. Nimaga? Sen shunaqa tipsan degan. Sen teoriya o'qishing kerak degan. То есть sen shunaqa roqsan, senga universitet yaxshi tushadi. Sen universitetga borib o'qigin degan. Yo'q deganman. O'ylab ko'rganman. Okey deganman. O'zbekistonga borganimda ham o'qituvchim bilan gaplashganman. Shunaqa yuribman, ishlayapman deganman. O'zbekistonda ustozimga. U ham aytib qo'ygan. Hali yoshsan, hali vaqting bor. Balki bir universitetga kirib ko'r degan. Kelasi aytgan, o'ylab ko'rganman. O'zimga ham qiziq. То есть men anaqaga hamda уже Ausbildung bitirib kapitalizmni quli bo'lgim ham kelmaganda. То есть har kun ishga bor, o'tib, такой o'ylagan, rost universitetga topshirsam-ekan deb. Men уже Ausbildung bitirishimga 6 oycha qolganda уже universitetga topshirishga qaror qilgandim. Sekin qidirishni boshlaganman. Уже yozma imtihonlarni topshirib olgandan keyin nimalarga topshirib, telefon qilib chiqqanman universitetlarga, o'zim xohlagan universitetlarga, TUga telefon qilganman, Humboldtga qilganman, Freiga qilganman. Juda ham qiyin edi nimagadir bog'lanish. Imенно Ausbildung bitirganlar bo'limiga.
gaplashganmiz. Ular aytishgan, Ospildan keyin hech nimasiz shunchaki universitetga topshirsang bo'ladi deyishgan. Yo'q, lekin men O'zbekistonda o'qiganman desam, farqi yo'q umuman deyishgan. Sen Ospilni Germaniyada bitirgan bo'lsang, o'zingni sohang bo'yicha bemalol universitetga topshirsang bo'ladi deyishgan. Keyin qiziqib boshqa taqir, "Buni boshqa sohada o'qisa ham bo'ladi" desam, "Ha, iloji bor ekan, lekin qanaqadir yozma imtihon topshirish kerak." Lekin o'zingiz sohangizda shunchaki to'g'ridan-to'g'ri topshirish huquqiga egasiz Germaniyada. Siz hozir faqat lekin Berlinni universitetlari bilan bog'langansiz. Men faqat Berlinda qolishni xohlaganman, chunki menga boshqa shahar bilan qiziq bo'lmagan. Men Berlinda 5 ta universitetga telefon qilib, gaplashib, oxirida ularga topshirganman. Hozir men Beverburgni boshdan aytsam qiziqroq, chunki menda sal hammasi qilinch bo'lib qolgan, chunki men prezentatsiyamni 11-iyulda qilganman. Beverburg Fries 15-iyulgacha bo'lgan universitetlarga Beverburg Fries. Qiyin tomoni 11-iyulda men prezentatsiya qilgan bo'lsam, men imtihondan o'tdim degan, lekin bu diplom oldi degani emas. Diplom undan 2 hafta o'tib keladi. Men o'ylayapman, nima qilish kerak deyapman, telefon qilyapman. Mana shunaqa qog'oz yozib bersa bo'ladimi deb so'rayapman. Universitetlardan hammasidan yo'q deyapti. Bizga ham diplomingni jo'natishing kerak, skaner qilib, ili kopiyasini jo'natishing kerak deyapti. Yo'q deyapman, qayerdan olaman diplomni deyapman. Keyin IHKga telefon qilganman. O'zi biz bo'limimizga faxriy informatikalar uchun o'tiradigan topa bor edi. Men telefon qilib gapirdim. Shunaqa men universitetga topshirmoqchiman. Menga rosa qiziq universitet o'qib. Menga nimadir yordam bera olasanmi deganman. Sen nimaga menga ertaroq aytmading deganda. То есть men o'sha ozgina qolgan, og'zaki men vaqt ulgurmayapti, u aytgan oldinga surib berardim degan. То есть iyulda men senga iyunda qo'yib berardim-da. Sen o'sha yozib borarding dedi. Keyin nimadir qilaylik deganman. Men o'chirmay turaverganman-da. Keyin nimadir qilaylik desam, bilmayman-da, men o'sha kuni urlab chiqib ketishim kerak edi degan. Nima olishga? Polyak dedi, menimcha, opa nemis emas edi. Ko'p gaplashgan. Keyin nimadir qilaylik deganman-da, keyin bo'pti, nimadir qilamiz deganda. 11-iyul kuni men borganman, imtihonlovchilarga aytib qo'ygan ekan, nimadir qog'oz beringlar, unga yozib beringlar degan, ertaga meni yonimga kelsin degan. Ertasiga men telefon qilib, prям IHKning o'ziga borganman. Teoning yonida IHK, Berlindagi IHK. Kirganman, ko'rishganmiz, gaplashganmizda, diplom kerak, shu olgan keldim degan. Men 3 yil Ausbildung o'qiganman, shuncha stress qilib imtihon yozdim, dokumentatsiya yozib chiqdim, boshlarim og'rib, sochlarim to'kildi, ko'zlarim qizardi-da. Opa menga просто kompyuterni yoqdi-da, printerdan diplom chiqarib berdi. Tushunasizmi? Nima uchun 3 yil o'qidim men? Dedim. Shumi diplom dedim. List. No. Okey dedi, kuldim, rahmat dedim, katta yordam berding dedim. Bu qachon bo'lyapti? 11-iyul payshanba bo'lsa, juma kuni men borganman. U uxlobga ketyapti o'sha kuni. U menga chiqargan, o'zi ham ketgan bitdan keyin adashmasam. Men juma kuni diplom oldim-da, men o'sha bordim, kutubxonaga borganman, hammasini skaner qildim-da, dokumentlarni to'g'riladim. Men rezumeni boshqatdan ko'rib chiqdim. Real vaqtim bo'lmadi nimagadir. Undan oldin faqat rezume yozishga sarfladim vaqtimni. Qolganlarini tayyorlab qo'ydim, qolgan dokumentlarni, lekin o'sha men aytdanis qolib ketibdi. O'sha bo'sh vaqtimda men o'sha hammasiga telefon qilib, kim qaysi universitet nima dokument so'raydi, hammasini yozib chiqdim. Men to есть dokument qo'ygandim. Mana universitet bunaqa so'raydi, mana link, mana telefonga qilish kerak, nimadir bo'lsa buni qilish kerak. To есть menda yo'l bor edi, nima qilishlar. Menga faqat rezume, diplomim kerak edi. Men 2 kun faqat kutubxonada rezume yozganman. Maksimum skaner qilish emas edi. Keyin dushanba kuni men o'sha yakshanba yoq qilib qo'yganman. Dushanba kuni Fries tugagan. Men 5 ta universitetga qildim. Berlindagi 5 ta universitet, Hochschulege, bu TU, Berlin Texnik Universiteti, Freie Universiteti, Berlin Ozod Universiteti, Humboldt Universiteti, HTW bor, Hochschule für Technik und Wirtschaft. Keyin Berliner Hochschule für Technik bor. U 5-inchisi edi. FU, TU Humboldtda men computer science ga bevergan qildim. Berlin Hochschule für Technikda Humanoid Robotics degan yo'nalish bor edi. O'shanga qildim. HTVda Wirtschaft informatika qilganman, chunki u yerda computer science yo'q edi. Bordim, beshalasiga topshirdim. Eng qizig'i menda Humboldt bilan bo'lgan, o'zi Beverburgda ham g'alati bo'lgan. Hammaga email emas, saytda Beverburg qilganman. Humboldtda ham qilib bo'ldim-da, pichka bo'lmayapti-da, qilib bo'lding degan. Deb o'qib chiqsam, qog'ozda ham jo'natish kerak ekan. Faqat Humboldtda qog'ozda jo'natish kerak ekan dokumentlarni. Men
o'qidim. Ikkita yo'nalishga bevergun qilsam bo'lar ekan. Bitta NC'li, bu bitta NC'siz. NC'li men informatikani tanladim. NC'siz matematikani tanladim. Ikkalasiga bevergun qildim-da, qog'ozga chiqarib, dokumentlarimni nimaga solib, xatga idishga solib, borib tashlab keldim Qumulga. Bir kun yoki 2 kundan keyin bevergun qilgandan keyin ertasiga meni matematikaga olishgan. Men wow, shunchalik tezmi deganman-da. Eng qizig'i o'sha kuni menga informatikadan отказ kelgan. Computer sciencedan. Deyapman, nima computer science ko'rishman deyapman. Men computer science o'qimoqchi edim. Matematika o'qiyman deb. Haligilarda hali bilmayman-da javoblarni. O'sha endi 2 kun o'tgan. Qumulga telefon qildim. Nimaga meni informatikaga отказ beryapsan? Siz dokument jo'natmagansiz deydi. Qog'oz dokument. Tashlab keldim-ku, mana matematikada turibdi-ku desam. Ha, o'sha siz bitta ekzemplyar jo'natibsiz degan. Bitta har bir nechta bevergunsiz o'shancha ekzemplyar jo'natish kerak ekan. Shi deb, izzat saqlaysizlarmi, hazillashyapsizlarmi deb urushganmiz-chi. Keyin menimga qiling degan. Masalan, soat gaplashayotganimda 13:50 edi. Meni opaga qilgan, Ospilning shug'ullanadigan. Xo'p, degan nomerini bergan, lekin men teryapman, u opa soat 14 gacha ishlar ekan. O'sha kuni kim ertasiga qilganman, tusha olmaganman, indinga qilganman. Chorshanba, ana 15-kuni freeze tugagan, dushanba edi. U javoblar chorshanba kuni kelganda, o'sha chorshanbada biz gaplashganmiz. Keyin payshanba qildim. Javob effekt yo'q. Juma ham urindim, juma o'zi vobshe ishlashmadi. Ya'ni universitetda ishlashamni yo'q bilmayman. Dushanba kuni ham urushdikcha, keyin o'sha Ausbildung bo'limiga tusha olmaganman deb, yo'qda ana bevergun bo'limlarda qolib ketaverganman. Seshanba ham, keyin chorshanba kuni o'tirdim, qilaverdim. Oxiri Ausbildungda bitta odam oldi. Gaplashdik-da, aytayapti, "Sen bitta ekzemplyar jo'natgansan, men hech nima qila olmayman. Bo'ldi, sen kuyda informatika, matematikada kelib o'qigin" degan. Men ham qo'ymaganman-da, surga o'sib turavergandim. "Yo'q, men o'qimayman" deganman. "Bo'pti", keyin aytganman. "Bo'pti, xo'p, men bitta ekzemplyar jo'natibman. Nimaga shu ekzemplyarni informatikaga olmadinglar-da? Itam o'qigingiz kelmaydigan NCO matematikaga oldinglar" dedim-da. Bilmadim deyapti-da. "Yo'q, nimaga men sen ashta noto'g'ri qilgansan" dedim-da. Ya'ni turdim-da, qo'ymadim. U ham jim turdi-da. Men ham turibman, 1 minutcha turdi-da. Keyin xo'rsindi. "Ha", dedi-da. "Bo'pti", dedi-da. Yo'q, men 1 hafta turishdim-da. Mana nimaga hafta kunlariga aytdim. O'sha chorshanba kuni tushganman. 17-iyulda menga отказ kelgan bo'lsa, 1 haftadan keyin keyingi chorshanba o'sha gaplashyapmiz. 1 hafta urushganmiz, 1 soatlab telefon qilib. U prosta xo'rsindi-da, "Bo'pti", dedi, kompyuterda 2 ta mouse klik qildi. Shunday almashtirib qo'ydi-da, men informatika yana ferfigbar bo'lib qoldi. Tushunasizmi? Bitta klik uchun men 1 hafta urishdim-da. Keyin shunaqa bo'ldi. Ana Xoshu Kompas degan sayt bor. O'sha bevergun qilsangiz, priorizatsiya qilib qo'yishingiz kerak. U Qumul ko'rinib turibdi. "Okey" dedim. Bo'ldi, qutuldim. Lekin o'sha javoblar hali kelmagan edi. Boshqalarda ham avgust sekin boshlandi. Men yuribman. Avgust. Keyin sekin javoblar kelishni boshladi. Men topshirganlar hammasi javob berdi. Hammasi oldi. Menda o'sha tanlash kerak edi o'sha. Tanlashni boshladi. Qaysi universitetda o'qiyman? Men uchun favorit bu TU Berlin Berliner Hochschule für Technik edi. Men o'zi aslida bakalavrda machine learning o'qimoqchi edim. Machine learning yo'q edi bakalavrda deyarli, faqat xususiy universitetlarda bor edi. Davlat universitetlarida yo'q edi. Shuning uchun men informatika topshirdim. Eng yaqin yo'nalish machine learning yaqinroq, ko'proq o'qitiladigan bu humanoid robotics edi. Bu Berliner Hochschule für Technikda. Bu juda 2021-yilda ochilgan yo'nalish edi o'zi. Men juda ham qiziq, qanaqadir juda ham yopiq universitet, juda ham kam odam o'qiydi, lekin qanaqadir tipi elitniydek ko'rinadi-da. Menga ham rosa qiziq edi. Yo'nalishlari ham boshqacha, ajoyib. Men o'sha yerda o'qimoqchi edim yoki TU Berlinda o'qimoqchi edim. Keyin o'ylab yurdim-da, nima o'qisammikin deb. Keyin bitta aka bor, Berlinda yashaydi, Jahongir aka. Dasturchi. Bordim-da, men nima o'qimoqchiman? Machine learning o'qimoqchiman. Machine learning yo'q dedim-da. Keyin nima o'qisammikin dedim. Business informatik bordi, visual informatika o'qisammikin yoki computer science o'qiyman nima dedim. O'ylab turdi. Aytaymi dedi, nima o'qish kerak? Borib computer science o'qigan dedi, bo'ldi dedi. Okey dedim. TUda informatikani tanladim. Shunaqa bo'lib, TUda informatika o'qiyapman. TU Berlinning o'zi reytingi qanaqa? Yo'nalish bo'yicha yaxshi universitet-ku. Men ozgina research qildim, universitetlar o'zi qanaqa, yaxshimi yo'qmi deb. Nemischa saytlarda TU Berlin
faqat informatika bo'yicha birda turadi. O'sha paytlar men qidirgan paytlarim o'sha payt reytingi bo'yicha informatika yo'nalishida faqat TU Berlin birinchi o'rinda turadi. Germaniya bo'yicha birinchi. Germaniyada, faqat Germaniyada birinchi o'rinda turadi. Men wow deganman. TU Berlin qiziqroq edi, menki kampus ham markazroqda edi, qiziqroq edi. Shuning uchun ham TU Berlin yaxshiroq variant ko'ringan. To есть qolganlarda ham computer science bo'lsa ham TU Berlin yaqinroq ko'ringan. Asosan professorlar ham sal qiziqroq edi, chunki men distributed systemga ham qiziqaman, federal systemga. Imенно professorlarimiz o'sha sohadan chiqqan edi. Shu ham qanaqadir qiziqish uyg'otganmanda, wow, professorlar jiddiy ekan degan. Realni hali hamma narsa tortavergan o'sha tomonga, men ham hayot olib ketyapti, boraverish kerak deb ketib borgan. Shunaqa. Bu degani o'sha o'zi ko'pincha universitetda o'qimoqchi bo'lsangiz, siz O'zbekistonda turib, masalan, maktabni bitiryapsiz yoki litseyni, universitetga kirib O'zbekistonda 1 yil o'qishingiz kerak, universitetga topshirish uchun Germaniyaga yoki Germaniyaga kelib studentkalikka kirib, tugatib, keyin universitetga kirishingiz kerak bo'lardi. Endi degani bu 3-yo'l bor. Ayrim bir Bundeslandlarda shunaqa yo'l borki, siz o'sha Bundeslandda Ausbildung bitirsangiz, sizga studentkalik ham kerak bo'lmaydi. O'zbekistonda 1 yil institut ham kerak bo'lmaydi. Siz to'g'ridan-to'g'ri universitetga kirib o'qib keta olasiz. Hop, endi o'qish haqida gaplashsangiz, siz o'tgan yilni qishki semestrdan, shu oktyabrlardan o'qiyapsiz. Hozir 2-semestrdasiz. O'zi o'qish yoqyaptimi? Shu yoqayotgan, yoqmayotgan taraflarini ochib bersangiz. Okay, also o'qishni bakalavrda qishki semestr 2025 da boshladim. Hozir 2-semestrdaman. Birinchi semestr yaxshi o'tdi, birinchi bo'lgani uchun. O'zlariga nimalar bilan borasiz, qanaqadir hissiyotlar bilan, kutuvlar bilan. Menda shunaqaki, sal nimadir yangi joyga borsam, pessimist bo'lishga harakat qilaman. Kutuvlarimni iloji boricha pastroq qilishga, ko'p narsa kutmaslikka. Haligi kamroq narsa kutsangiz, haligi sizda entoshing bo'lmaydi-da, siz u yerdan ko'nglingiz qolmaydi, xafa bo'lmaysiz, kamroq ranjiysiz-da. Men ham TUga bordim, maksimum o'zimni demotivatsiya qildim. Qanaqadir xonalar bo'ladi, nimadirlar o'tamiz, bosh og'riq bo'ladi. Shunaqa bo'lmaydi. Nimadir o'rgansak bo'ldi deb bordim. Menda shunaqa bo'lgani uchun menga juda ham yoqdi. Chunki menda kutuvlar juda ham minimum edi. Bordim, materiallar, shtof, to есть nima o'rgatilayotgan narsalar juda ham yaxshi, juda ham kuchli. To есть masalan, ular eng trenddagi narsani o'rgatishmaydi, sizga eng muhimini o'rgatishadi-da, siz fundamentni. Siz uni ustiga xohlagan narsangizni qura olasiz. To есть o'shunaqa eng basic narsalar o'rgatilgani uchun menga juda ham yoqdi. Va juda chuqur o'rgatiladi, shu, to'g'rimi? Chuqur o'rgatishadi, lekin chuqur o'rganish yoki o'rganmaslik bu sizga bog'liq. Har doimgidek. Shunaqa, qiyinmi, osonmi desangiz, men ko'pchilik fikriga qo'shilmayman, chunki hamma qiyin deydi. Men aytardim, o'rtachadan qiyinroq, lekin qiyin emas. To есть eplasa bo'ladi. Hozir bu bitirish aytyapsizmi yo masalan yaxshi bahoga o'qish aytyapsiz? Universitetda o'rta o'zingiz xohlagan bahoga bitirish. Menimcha endi Streber 0,7 ya. U qiyinroq-chi. Masalan, men bahoga umuman qiziqmayman. Menga muhimi nimadir ola olsam bo'ldi-da. Masalan, menga diplom absolyutno qiziq emas. Chunki menda bitta bor. To есть Ausbildung bitirganman, men ishga topshira olaman. Menda muammo yo'q bu narsada. Menga o'sha o'rgatishayotgan narsalari ko'proq qiziq. Shuning uchun ayta olaman, qiyin emas universitet. Просто miyamizda hamma problema. Yana ham yaxshiroq tushunish, masalan aytaylik. Har kuni примерно nechta para bor, har kuni o'zi borish shartmi universitetga, birinchi narsa. Ikkinchi narsa, o'sha borgan paralaringizdan tashqari yana shug'ullanish kerak bo'ladi. O'sha necha soatcha shug'ullanish kerak bo'ladi. Masalan, bir haftada 5 kun o'qilsa. Menda birinchi semestrda 4 ta fan olganman, bu semestr 5 ta. Masalan, bu semestrda menda dushanba kuni bitta para bor, seshanba kuni bitta para bor, payshanba kuni bitta para bor, juma kuni 2 ta para bor. Общий 5 ta param bor. Hammasiga borish shart. Hozir shart emas, umuman siz nima davomat degan narsa yo'q, umuman. Xohlasangiz borasiz, xohlamasangiz bormaysiz, u o'zingizning qaroringiz. Lekin undan tashqari tutorium ham bor. Tutorium har bitta fan uchun alohida o'zi qo'shimcha dars, xuddiki boshqa magistratura o'qiydigan studentlar yoki kim boshqa studentlar sizlarga o'sha
forlesingda ma'ruzada o'tilgan ma'lumotlarni yana qaytadan tushuntirib berishadi kichkinaroq xonada. Kamroq odam bilan. Unga ham borish majburiy emas. Xohlasangiz borasiz, xohlamasangiz umuman o'qishga bormaysiz. Muhimi oxirida shu 180 punkt yig'ib olsangiz bo'ldi-da diplom olish uchun. Eng muhimi shu. Imtihonlar orqali-da shu imtihonni topshirib, oxirida imtihonni o'tsangiz bo'ldi-da. Qolgani u sizning muammongiz. Xohlasangiz kutubxonadan chiqmay o'qing, xohlasangiz uyingizda o'qing, xohlasangiz forlesingga hamma forlesingga kelishingiz ham mumkin. Men o'ylayman juda ham individual. То есть kimdir forlesingga borib, domlarni ko'rib, termilib o'tirish yoqadi, rostdan nimadir o'rgansa kerak. Kimdir вообще uydan chiqmaydi, kimdir faqat kutubxonada yashaydi. Hamma o'ziga bog'liq deb o'ylayman, turiga, o'zini qiziqishlariga bog'liq. Menda oldin kutubxonaga juda ham ko'p borardim. Men o'ylab ko'rdim, men uchun bu pseudo arbeit hozir. Uzr, kutubxonaga boradiganlar, lekin ko'pincha bu pseudo arbeit. Buni men emas, Kel Newport aytgan. O'shaning uchun hamma negativni ham unga aytinglar. Alternativasi nima deysiz? Mana-da kutubxonaga boradi-da, birinchi joy qidiradi, topadi, o'tiradi-da. Kompyuterni yoqadi, uni yoqadi, keyin bitta g'alatiroq odam yoniga keladi, u chalg'itishni boshlaydi, keyin yana ikkitasi keladi, keyin kimdir kelib ovqat yeyishni boshlaydi. То есть ablenkin bo'ladi-da. Siz keyin nimadirlar qilasiz-da, prokrastinatsiya sizni davay mana qilib qo'yaylik, davay uni qilib qo'yaylik dedi, chalg'itadi. Real chalg'itib, siz o'ylaysiz, dars qilyapman deb-da. Lekin siz nimadirlar qilayotgan bo'lasiz ko'pincha. Men o'ylayman, odam o'zini bitta joyini topib olishi kerak. U qayerdadir, uyda bo'lishi mumkin yoki o'sha kutubxonada bitta burchak, lekin kutubxonada har doim bitta joyga o'tira olmaysiz-da. O'sha joyda sizda odat shakllangan bo'ladiki, o'sha yerdan har doim kelishingiz bilan o'sha miyangiz avtomatik fokus yoqadi. Faqat o'sha ish bilan shug'ullanasiz. Kutubxonada juda ham fokus yig'ish qiyin. Vibe bor, studentlar kofega chiqishadi, menzaga borishadi, tako. Ayniqsa yozda. Yoshda studentlarga hali hayot oldinda deb o'ylashadi, u hayot oldinda. Shu ularda unchalik shoshmaydi hayotda, juda ham. O'shaning uchun haligi juda ham shunaqaroq. O'shanda paralarni aytdingiz, bir ikkita deb. Kuniga o'rtacha qancha dars qilish kerak? Masalan, normalni o'tish uchun shu anaqalardan. Faningizga ham bog'liq. Masalan, menda o'tgan semestr informatsiya propodoytikum bo'ldi. Bu asosan informatikadagi nazariy informatikadagi umumiy kirish ilmiy ishga. Uni men to'g'risini aytaman, imtihonni 2 kun oldin o'qidim, faqat shu. Lekin masalan rework bor, Rechner Organization, Computer Organization. Unda men forlesinglarga borib turdim, USVlar qildim, testlarni yozdim, imtihon oldidan bir haftacha o'qidim. Unda ham u o'rtacha fan edi. То есть informatsiya propodoytikum ancha oson, bu o'rtacha fan, ozgina o'qib turish kerak, oxirida sal tayyorlanish kerak, normal tayyorlanish kerak. Va menda yana bitta fan bordi, intro prog degan. U portfolio proofingda punktli ball yig'ib borasiz. Men unda juda qiynaldim. Chunki uyga har hafta berilardi. Deyarli boshida ayniqsa juda ko'p edi uyga. Men real uxlamagan kunlarim ham bo'ldi. Haligi men qiyin kelganidan emas, mana-da kod C dasturlashtirildi. Uni dasturlash asoslarini o'rgandik-da u darsda. Yozyapman, kod ishlamaydi-da, tako. Siqilib ketasiz-da, aylanib kelasiz, keyin aylanib endi maza qilayotganingizda bitta ideya kelib qoladi. Bunaqa yozish kerak edi-da. Borib qayta yozasiz, yana ishlamaydi-da. Keyin kun bo'yi charchasizda, uyga kelasiz, yotasiz-da, tako. Yotib, uyqum kelmayapti-da. Nimaga desam, uni yechish kerak-da, deyapti-da, miyamda nimadir. Keyin oxiri turdim-da, soat 2 edi. Yozdim. Bo'lmayapti-da, yechilmayapti anavkabi. Keyin qarasam shu 5 bo'lganda, keyin uxlashdan ma'no yo'q dedi. Yana yechdim. Shu 7larda yechimni topdim-da. То есть ko'pincha shunaqa bo'ldi. Masalan, intro juda ham fanlarga bog'liq-da. Mana shu dasturlash asoslari menda juda unaqa oson fan emas. То есть masalan, rework o'rtacha fan, informatsiya propodoytikum easy. Shunaqa, то есть faningizga bog'liq juda ham. Xo'p, siz shu informatika o'qiysiz. Bu yo'nalish Germaniyada o'zi adashmasam asosiy fan faqat nemis tilida o'qitiladi. O'sha haqida ham qisqacha aytib bersangiz. Hamma modulim hozircha faqat nemis tilida, hamma professor nemischa. Bakalavr faqat nemis tilida, nemis tilini bilish shart. Agar siz shtutinkalikni bitirib kelsangiz, o'sha nemis tili imtihonini o'tgan bo'lishingiz kerak.
Mani holatimda mendan faqat Ausbildung diplomi и rezyume so'rashgan, CV so'rashgan, ikkalasini topshirganman. Lekin to есть Ausbildungda nimaga til sertifikati so'ramaydi? Siz nemis tilida Ausbildung qilgan bo'lsangiz faqat. Ausbildungni nemis tilida bitirgan bo'lsangiz, sizdan til sertifikati so'ramaydi. Lekin albatta hamma narsa nemis tilida bo'ladi. Bakalavrda. Kimdir O'zbekistonda universitetda 1 yil o'qib, to'g'ridan-to'g'ri Germaniyada bakalavr boshlamoqchi bo'lsa, o'shanda agar siz informatik sohasida o'qimoqchi bo'lsangiz, o'shanda почти har doim 99% holatda nemis tilida bo'ladi faqatgina. Shunaqa. Til bilish shart, uni isbotlab berish shart emas. Shunaqa, to есть Ausbildungdan keyin topshirasiz. Ingliz tili bilgan foydali, juda ham foydali. Eplasa bo'ladi, lekin bilgan yaxshiroq. Ingliz tilini bilgan yaxshiroq. Chunki siz baribir professorning leksiyasida hamma narsani tushuna olmaysiz, research qilasiz, boshqa narsa qilasiz. Katta ma'lumot ingliz tilida. O'shaning uchun o'zingiz qo'shimcha o'rganganda baribir ingliz tili bilan to'qnash kelaverasiz, o'rgangan yaxshiroq. Ayniqsa informatika bo'lsa, ingliz tili siz uchun siz masalan dasturlashni o'rganmoqchisiz, qaysi tildan boshlaydi deydi. Ingliz tilidan boshlashingiz kerak. Python, C, ingliz tili. Keyin o'zi siz qolganini o'zingiz o'rganib olasiz. Siz o'zi masalan O'zbekistonda bo'lsangiz, men sizga absolyut aytaman. Germaniyaga kelmoqchi bo'lsangiz, siz oldingizda eshiklar bor, siz u eshiklarni ochishingiz kerak. U eshiklarni ochadigan kalit bu til. Siz tilni o'rganib keling, eng muhimi siz shu eshiklarni ochasiz, yog'iga nemislar yoki Germaniya o'zi sizga o'rgatib qo'yadi qolgan narsalarni, kerakli narsalarni. Hamma bor, resurs bor, imkoniyat bor. Sizga kerakli narsalar o'rgatib qo'yishadi. Siz shunchaki bularni o'rganishga fehik, ya'ni layoqatli bo'lishingiz kerak. Bu qanday layoqatli bo'lasiz? Siz til bilishingiz kerak. Maksimum eng muhim prioritetsiya sizda bu til o'rganish. Birinchi o'rinda nemis tili agar Germaniyaga kelsangiz. Undan keyin yana bekorchi bo'lsangiz, ingliz tili bemalol. Bu birinchi очередda, birinchi anaqada o'qish uchun, ikkinchi darajada ham ishlash uchun. Chunki Germaniyada ishga kirmoqchi bo'lsa, bu eng asosiy talablardan biri ham nemis tili. Masalan, ingliz tili bilan ham ishga kirsa bo'ladi, Berlinda yoki katta shaharda, lekin siz juda zo'r mutaxassis bo'lishingiz kerak. Chunki siz shu darajada zo'rsizki, nemis tili bilmasligingizga ham ko'z yumishadi odamlar. Yoki xalqaro kompaniyalar, masalan, Berlinda AWS, to есть Amazon. Shunaqa kompaniya. Ko'pchilik, masalan, siz hayot osonroq bo'lishini xohlasangiz, nemis tilini o'rganing, maslahatim. Shunaqa. Ish haqida gapirdik. Endi shu o'qish vaqtida o'zi ishlash ma'nosi bormi? Birinchi savol. Ikkinchisi, shu talaba bo'lib turib siz o'qiyapsiz, masalan, bir semestrda 4 ta 5 ta fan olasiz. Qancha net soat ishlasa bo'ladi o'zi? Birinchi savolga ishlash o'zi ma'no beradimi? Men har doim aytaman. Men o'zimni tanishlarimga aytaman, chunki ular meni yaqinim, do'stim bo'lgani uchun. Dastavkada ishlama deyman, boshqa joyda ishlamagan deyman. Sen o'qiyotganingda faqat 2 xil ish senga ma'no berishi mumkin. Bu kerak bo'lsa ishlamaslikdan yaxshiroq bo'lishi mumkin. Bu birinchisi, sen o'zing o'qiyotgan yo'nalishda ishlashing. O'sha masalan, informatika o'qiysanmi, ITda. Ikkinchisi bu Nachhilfe Unterricht o'tish, to есть qo'shimcha dars o'tish, именно o'sha fanlar, siz universitetda o'qiyotgan fanlaringiz bo'yicha, matematika, chiziqli algebra yoki nima bo'yicha qayerda tutor bo'lib ishlaysiz, bilmadim, maktab o'quvchisigami yoki universitetdagi boshqa talabalargami. To есть eng yaxshi o'rganish usuli baribir o'rgatish. Shuning uchun shu ikkala usulda men maslahat beraman. Boshqa ishlar, pul topish uchun albatta kerak bo'lishi mumkin, lekin bu faqat sizni orqaga tortadi kerak bo'lsa, vaqtingizni juda ham olib qo'yadi. Men harakat qilsa iloji bor mana u ikkalasida ishlashdi. O'zingiz sohangiz bo'yicha ish Berlinda juda ham ko'p. Nima o'qisangiz, даже botanika o'qisangiz ham shu ish topsa bo'ladi. O'shaning uchun просто dangasalik. Oddiy ishlarga kirib olish bu shunchaki dangasalik. Odam o'zini sohasida ishlashi kerak. Karyeringizga ham bu ertaga diplom olganingizdan keyin foydasi ko'p deyadi. Ikkinchisi, studentlar haftasiga 20 soat ishlashi mumkin. Men masalan maksimum ishlashim 20 soat. Meni ishxonamda, to есть qoida bo'yicha men haftada kamida 3 soat ishlashim kerak. Maksimum 20 soat. Bu asosan Vorlesung bo'lgan, leksiya bo'lgan paytlari. Leksiya yo'q bo'lsa, masalan, ferin bo'lganda, ta'til bo'lganda men full soat ishlashim mumkin. Men fevraldan keyin mart oyida to'liq full soat ishladim, chunki menda ta'til edi. Shunaqa paytda sizda full time ishlash, to'liq stavka ishlashingiz mumkin.
Boshqa payt o'qish payti 20 soat. O'shanda maksimum 20 soat o'qish vaqtida, lekin o'qish bilan o'sha 20 soatlik ishni qanchalik eplasa bo'ladi? Bittada. Bu nima ish qilishingizga juda ham bog'liq, ishingiz qanchalik stressligiga, o'qishga ham bog'liq albatta. O'qishda o'rtacha olsak ham o'rtacha qiyinlikda, masalan 10 dan 7 qiyinligi. Ish qayerdadir juda ham oson, qayerdadir juda ham qiyin, qayerda o'rtacha, masalan ishxonangiz qanchalik sizga fleksibelligida ham. Masalan, dushanba kuni ishlayman, keyin juma kuni ishlayman, keyin 2 kun ishlayman xolos desangiz, u yo'q deyishi mumkin boshqa. Masalan, menda absolut farqi yo'q qachon ishlashim, to есть dushanbadan jumagacha. Men просто oldindan aytib beraman, mana shu kuni mana shuncha ishlayman deb. Men ayta olaman, to есть men chorshanba kuni faqat ishlayman, chunki menda birorta ma'ruza yo'q. O'shaning uchun menga nisbatan osonroq. Eplasa bo'ladi, amaliyotda ham baribir ko'proq narsa o'rganasiz. U ham foydasi tegadi, hattoki siz o'rganayotgan narsalarni tushunishga yordam beradi. Hop, siz aytasiz, o'zini sohasida ishlash kerak iloji bo'lsa, o'shanda, lekin o'zini sohasida talabaga ko'pincha qiyin bo'ladi, agar ayniqsa oldin ishlamagan bo'lsa, o'zini sohasida ish topish, o'shanga qanaqadir tavsiyalar bera olasizmi? Axso, men o'ylayman, ishga topshirayotganda eng muhim narsa bu sizdagi motivatsiya, qiziqish. Ikkinchisi siz rezyumengiz. Men maslahat beraman, maksimum, to есть ishga topshirayotganda o'sha ish beruvchini 5 qaybini detalni o'qib chiqishdi. U kim o'zi, nimaga, sizdan nima xohlaydi. Shuni tushunib olishdida, CV'ingizni shunga moslab yozib chiqishingiz kerak. Siz juda ko'p narsani bilishingiz mumkin, lekin hammasini rezyumega yoza olmaysiz. Lekin o'sha punktlarga tushadigan narsalarni yozishingiz kerak, imенно CVga. Maslahat beraman, maksimum tushunib oling. Bewerbung proses kompaniyalarda qanaqa ishlaydi? To есть O'zbekistonda buni hech qayerda o'rgatishmaydi, maktabda o'rgatishmaydi. Uni o'rniga afsuski vatan tuyg'usi o'tganmiz. O'shanga nima qilsak bo'ladi-da? To есть o'shalarni ozgina YouTubedan, не знаю, ChatGPT или Google is your friend. To есть Googledan so'rasa bo'ladi-da, oddiy nima o'zi proses qanaqa bo'ladi, ular nima xohlaydi. GPT ga yozinglar. Men shunaqa odamman, shunaqa narsani bilaman. Qo'limdan hech nima kelmaydi, lekin Washingtonda Oq uyda ishlamoqchiman. Qanaqa kiray? Не знаю, грубо говоря. O'shanaqa qilib aytasizda, shu ishlamoqchiman, menga nima maslahat berasan deydi. Masalan, u sizga to'liq aytadi, sen hali kvalifikatsiyang yetmaydi, sen mana narsalar o'rgan deyish mumkin-da. Siz masalan 1-2 oy vaqt oling-da, shu narsalarni o'rganib oling. Ozgina Power BI nima masalan yoki Azure nima masalan, DevOps nima masalan, shunaqa o'zingiz sohangizda. Shu narsalarni ozgina o'rganib oling-da, ular siz rezyumega kiriting, o'zi sal profilingizni moslang ishga. Ishlarga topshiring. Juda ham normalniy siz отказ olishingiz. Ishxonadan juda ham normal. Hech qachon hali xafa bo'lib, ertaga men hayotda dunyoda aniq omadsiz odamman deb o'ylamang, bu hammaga отказ keladi. Siz topshiravering, muhimi, to есть davomiy qiling, topshiring, tayyorlaning, yaxshilab boring. Muhimi o'sing-da. Bitta 100 yil oldingi rezyumeni takoy topshirib yuravermasdan, har bittasidan xulosa chiqaring-da, analiz qilib, o'zgartirib, yaxshiroq qilib topshiring. Boshida hech kim chaqirmaydi, keyin intervyuga chaqirishadi, keyin intervyular ko'payib ketadi, keyin kimdir oladi. Eng qiyin yo'lida, eng yomon ssenariyda bu. Bo'lmasa, o'zi riskga kirib ketasiz. Menda juda ham oson bo'lgan. Omadim kelgan deb o'ylayman. Menda shunaqa. Hozir biz Ausbildung bilan studium haqida gaplashib oldik. Endi shu ikkalasini qisqacha solishtirsak, o'zi kim nima qilish kerak, plus va minus taraflari. Studiumda sizga berish mumkin eng katta qulayligi Ausbildungga nisbatan siz nisbatan erkinroq bo'lasiz. To есть sizda aniq plan bo'lmaydi. Bugun ertalab turishim kerak, ishga borishim kerak, 8 soat ishlashim kerak. Или masalan beruvchilarda ham davomat bor, davomatga qarashim kerak degan narsa yo'q. Universitetda xohlasangiz borasiz, xohlamasangiz bormaysiz. Erkin, xohlasangiz kutubxonada o'tirasiz. Xohlasangiz umuman o'qimaysiz, faqat imtihondan oldin o'qiysiz. Shu tomondan universitet yaxshiroq. Lekin siz nisbatan dangalroq odam bo'lsangiz, chuqurlashib o'tirishni yoqtirmasangiz, cho'zilib ketishni xohlamasangiz, dangal maqsadga o'tishni yoqtirsangiz, sizga Ausbildung qulayroq bo'lishi mumkin. Siz to'g'ridan-to'g'ri ishni boshlaysiz. Chuqur anaqalarga sekinlashmasdan dangal ishga o'tasiz. Birdaniga siz tajribalar yig'ib ketasiz ishxonani o'zida.
Shu tomondan Ausbildung sizga mosroq bo'lishi mumkin. Siz qanaqa bo'lsangiz, dangal ishlamoqchi bo'lsangiz, masalan, siz o'sha qarayapsiz, universitetga borgingiz, qanaqadir shu vibe kerak emas-da sizga navorot qanaqadir gaz bor-da, ichingizda men ishlab tashlayman degan. Menimcha o'shanda sizga Ausbildung mosroq. Kimdir lekin masalan akademik karyera qilmoqchi bo'lsa, unda majbur bo'ladi baribir studium va magistratura orqali o'tishdan, to'g'rimi? Men o'ylayman, agar siz PhD qilmoqchi bo'lsangiz, именно kamida bakalavr o'qishingiz shart o'sha sohada. Magistr shart emas deb eshitganman. Bilmayman, Amerikada shunaqa edi. Masalan, bitta PhD qilgan bor edi. Xullas, ularda magistratura shart emas. To'g'ridan-to'g'ri PhD qilishingiz ham mumkin bakalavridan keyin, lekin sizda kamida bakalavr bo'lishi kerak. Tushunarli. Yana muhim narsani aytib ketaylik, bo'lmasa kimdir masalan bu yoqda o'qib, keyin O'zbekistonga ketmoqchi ishlashga yoki nima qilishga farqi yo'q. Germaniyada qolmoqchi emas. O'shanda o'sha bola Ausbildungni bitirdi, masalan ishlab ish tajribasini to'pladi. Va boshqa odam universitetni bitirib chiqdi va u ham ishlab ish tajriba orttirdi. Agar shunaqa O'zbekistonga ketmoqchi bo'lsa u odam, o'shanga nima deysiz? Agar siz O'zbekistonga ketmoqchi bo'lsangiz, eng xavfsiz usul bu universitetda o'qish. To есть siz xohlagan joyingizda ishla olasiz. Davlat korxonalarida ham ishlashingiz mumkin, chunki menimcha hali ham diplom so'rashi kerak. Ularga borib, mana shu sohada diplomim bor deysiz, tajribam bor deysizdan bir xil muhimroq. Shunaqa paytda sizga diplom foydali, ular Ausbildung nimaligini ham tushunmasligi mumkin. Shu tomondan, lekin umumiy olganda hamma narsa o'zingiz qo'lingizda. Agar siz tushunib yetsangiz, Ausbildung siz uchun foydaliroq, siz nimadirlarga erisha olasiz shu paytda. Unda sizga Ausbildung to'g'riroq, chunki siz agar professional bo'lsangiz, masalan, informatikada yoki dasturlashda siz yaxshi karyera qurib olasizda, O'zbekistonda bemalol ishingizni topib ketasiz. Chunki yaxshi biznesmen uchun, masalan, Toshkentda startap qilsam, men uchun absolyut farqi yo'q, u bilan diplomi bormi yo'qmi. Muhimi meni muammolarimni hal qilib bersa bo'ldi o'sha bola. O'sha oyligi o'zgarmaydi-da, men xuddi o'sha u aytgan pulni beraman. Agar diplom bor yo'q, men uchun umuman farq. Xususiy sektorda farqi yo'q O'zbekistonga qaytib ketsangiz ham, informatikada, bilmayman, doktor bo'lmoqchi bo'lsangiz, menimcha boshqacha, yoki yurist. Unda boshqa ahvol. O'shaning uchun IT da gaplashsak, unchalik farq qilmaydi, lekin o'qisangiz risk kamroq. Yuzdagilar ham boshida kamroq o'tadi. Shunaqa. Xo'p, yana muhim narsadir, balki masalan kimdir Ausbildungga kelib, Ausbildungni bitirib, full time ishga kirdi. O'shandan ikkinchi bola shu studiumni bitirib universitetda keyin full time ishga kirdi Germaniyada. Endi viza masalasida unaqa qiyin emas, ikkalasida ham oson bo'ladi ishga kirgandan keyin. Oylik masalasida-chi, bunga 1 yil daromadi necha pul bo'ladi, bunda qancha bo'ladi? O'rtacha endi. Adashmasam 40 ming yiliga start. Ausbildung bitirgandan keyin, tajribangizga absolyutno bog'liq. Ishxonada 3 yil ichida har xil ish qilgan bo'lishingiz mumkin. Shunda studiumni bitirsangiz, yiliga yana 5 ming, 6 ming qo'shiladi bruttoda. To есть 45 ming bo'lishi mumkin. Unaqa katta farq qilmaydi. Lekin u yog'iga qanaqa pul topishingizda Ausbildung yoki studium qilganingiz, Ausbildung yoki studium diplomi muhim rol o'ynamaydi. U yog'iga siz ishxonada qanchalik jiddiy muammolarni hal qilayotganingiz muhimroq. Nima ish bilan shug'ullanayotganingiz. Shunga qarab oyligingiz oshaveradi. Lekin bitta punkt borki, xuddi o'sha muammolarni hal qilish uchun sizga Ausbildungdagi bilimlar kerakmi, universitetdagi bilimlar kerakmi? Diplom emas, mana shu universitetda men bitta narsa aytishim mumkin, sizga chuqurroq o'rgatishadi. Siz yaxshiroq ko'plashni o'rganasiz. Shuning uchun universitetning plusi baribir siz chuqurroq bilimlarga ega bo'lganingiz. Masalan, u chuqurroq deyotganingiz, Ausbildungda siz aytaylik 100% vaqtdan nechidir foizini именно teoriya sifatida olasiz-da. Studiumda shu ko'pincha bu 100% vaqtni deyarli endi shu praktikali joylari bor. Undan tashqari bor joyda 100 qolganini hammasini bilim qilib olasiz. O'shanda mana Ausbildungda ishlagan vaqtingiz to'g'ri tajriba orttirasiz, lekin shunaqa chuqurlashishga vaqt qolmay qoladi-da. Mana zo'r misol.
Ausbildungchimi o'zi yoki studiumchini ishga olishingizdek, masalan, siz bitta avtomobilingiz bor, siz uni arendaga bermoqchisizda. Siz uni kimga arendaga berasiz? Ikkita bola kelyapti, bitta bola mashina minadi, taksist, to есть mashina minadi, mashina minishni biladi, 5 yildan beri mashina haydaydi. Yana bitta bola kelyapti, u bola mashina minmaydi, lekin pravasi bor, juda kam mingan, lekin u motor qanaqa ishlashini biladi, dvigatel qanaqa ishlashini biladi, umuman mashinaning tizimini biladi-da. Lekin o'zi kam mashina mingan. Siz kimga mashinangizni arendaga berardingiz? Masalan, siz kimga mashinani arendaga bergan bo'lardingiz? Mashinani bersa, ko'proq haydaganga-da. Ish beruvchiga ham xuddi shunaqada. Siz ishni eplashingiz muhimroqda, uni qanchalik tushunishingizdan aslida. To есть, u ham siz xarajatsizda, muammoni hal qilib berasiz, uni evaziga sizga pul to'laydi. Ishga olayotganda, ayniqsa junior levelda shu menimcha muhimroq. Sizni qo'lingizdan ish kelishi. Lekin mana shu siz masalan tasavvur qiling, o'sha mashinani minib safariga bordingiz, Sahroy Kabirga bordingiz-da. Yuribsiz-da, mashinangiz buzilib qoldi-da. O'sha paytda sizga o'sha motor qanaqa ishlashini bilish foydali bo'lishi mumkin. Ishda ham xuddi shunaqa. Kariyerada shu darajaga ko'tarilasizki, shunaqa katta tepa joyga, u yerda sizga shu chuqur asoslarni bilish foydali bo'ladi, kerak bo'ladi, shart bo'ladi. Bo'lmasam yashab qolishingiz uchun kerak bo'ladi. O'shunaqa vaziyatda sizga o'sha universitet foydali bo'ladi. Ya'ni shu mashinangiz buzilib qolib, uni tuzatish uchun patologga borganingizda yoki menda ham bitta fikr bor, u mashinani o'zingiz ishlab chiqib, siz arendaga beradigan odam bo'lmoqchi bo'lsangiz ham, unda ham menimcha yaxshi bo'lardi universitet. Unga nima deysiz? Entrepreneur bo'lish uchun farqi yo'q menimcha. Tim bo'l informatika o'qish shart emas, biznesmen bo'lish uchun. O'z bilmadim. Men ham xohlardim startap qilishni. Qiyin-da menimcha. Bu savolga javob bermagan yaxshi. Suhbatimiz ham oxiriga yetib qoldi. Suhbatda qatnashganingizga kattakon rahmat. Bizani kichkinagina blitz savollarimiz bor edi. O'shanga qisqacha javob berib o'tib ketsangiz. Siz bu yoqda bakalavr o'qishni bitirganingizdan keyin O'zbekistonga sразу ishlashga ketmoqchimisiz? Yo'q. Ikkinchi savol, siz oila qurmoqchi bo'lsangiz, Germaniyada boshida qurasizmi yoki O'zbekistonda qurmoqchimisiz oilani? Germaniyada. Uchinchi savol, siz Germaniyada o'qish bitirganingizdan keyin boshqa davlatlarga ketmoqchimisiz ishlashga? Nafaqat ishlashga, yashashga, menimcha hamma computer science o'qigan student orzusi bu Silicon Valley. Kremniy vodiysi, Kaliforniya. Men juda ham xohlayman hali ko'rmagan madaniyatlarni ko'rishni-da. Masalan, men uchun Braziliya juda ham qiziq. Chunki u sharqiy madaniyat ham emas, MDH ham emas, Yevropa ham emas, umuman boshqacha madaniyat, g'arb ham emas. Shuning uchun men uchun Braziliyaga borib yashash juda ham qiziq. Hindistonda bilmadim, borib ko'rgan bo'lardim, yashab ko'rishni bilmadim. Hindistonga uzoq sharq, Yaponiyaga juda ham qiziq. Ularga kamda aylanib ko'rgan bo'lardim. Balki yoqsa yashab ko'rardim. Va oxirgi savol, Toshkentmi yo Berlinmi? Berlin, Berlin.